Assalomu alaykum hammaga. 14 qavatli binomizning tom qismiga 5 kilovatlik quyosh paneli invertorlarini o'rnatdik. Hozir podключениесini qilamiz. Zinc powerdan 5 kilovatli invertorimiz. Uzib, передохранитель, DC avtomat, AC avtomat. Hamma zashtirlar qilinyapti, zazimliklar qilindi. Mutaxassislarimiz podключениесini qilyapti. Kimga so'rashni panel bo'yicha xizmatlar bo'lsa bizga murojaat qiling. O'zimiz borib o'rnatamiz. Narxlarni kelishamiz. Garantiyamiz 1 yil, invertorga 5 yilgacha garantiya, quyosh panelimizga 30 yilgacha garantiya. Qilib xizmatlarimizga 1 yil garantiya. Elektromontaj ishlari bo'yicha bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hamma ishlarimiz kafolatlangan. Murojaat qilingizlar, tanlovda adashmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.